Onlayn qimor o'ynaydigan tanishlaringiz bormi? Bu videoni albatta ular ko'rishi kerak. Onlayn qimor diniy jihatdan joiz bo'lmasa-da, uning ichi ham g'irrom va firibga to'lib yotibdi. Misol uchun, bitta mashhur sportchini olishadi yoki o'sha mashhur sportchini ular o'zlari yaratishadi. Va unga bitta kuchsiz raqib topiladi. Kuchsiz raqibdan 1 oy, 2 oy jang vaqtigacha trash talkinglar qilinadi. Ya'ni oddiy omma, o'sha pul tikadigan ommaning ongini manipulyatsiya qilishadi. Ya'ni ahmoq ham bilsin, mana bu yutadi, bu qoladi. Va pullar tikiladi. O'sha kuni jang bo'ladi. Jangda o'sha bizni shovozimizni yutqazib qo'yadi. Natijada pul tikkan katta omma lo'qlar pul yutqazib qo'yadi. Buni odatda qimor kompaniyani o'zi uyushtirishi ham mumkin yoki o'sha sportchi bilan qanaqadir o'sha bir tizimli qilgan boshqa bir odam ham uyushtirishi mumkin. To'g'ri, men buni Amerika kinolarida ko'rganman, lekin kinolar ham hayotda olinadi. Men bundan hech qanaqa odamga shama ham qilmoqchi emasman. Shunchaki sizlarga aytmoqchiman. Shunaqa bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi?